Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sog'misizlar, tuzukmisizlar, yaxshigina yuribsizlarmi? Bugun sizlar bilan birga gullarimni, xrizantemalarim ochildi, shularni ko'rsatmoqchi edim. Bugun ikkinchi holatini sizlarga ko'rsataman. Gullarimni, hovlimdagi o'simliklarni birgalikda ko'ramiz. Mana hurmatli obunachilar, xrizantema gullarim ochilib yotibdi. Hovlimizga chiroyli bo'lib ochildi. Xrizantema mana har xil gullar ranglari. Mana endi sarig'i ham ochilyapti. Sariq xrizantema gulim. Ya'ni bu boshqachasiga yana globus ham deyiladi. Sariq, jigarrang, mana oppoq, bechora og'irlikdan ochilib qolibdi rosa. Yoki siyoh rang, jigarrang, rozoviy, mana anaqa atir gullarim ochilib yotibdi. Qulupnayim turibdi. Gortenziya gulim. Bularni qishga tayyorgarlik qilib, kesib, chiroyli qilib olib qo'yaman. Mana gullarim. Chiroyli hammasi, siyoh rang, jigarrang. Mana garimdor qalampirlarim ham haligacha 2-noyabr haligacha turibdi. Bularni endi uzib olib qo'yaman. Nima qilaman? Uzib, mana tuzlab qo'yaman. Chiroyli bo'lib o'syapti. Mana rayhon gulim. Rayhonim ham turibdi. Mana tupchalarim. Jigarrang, siyoh rang. Shunaqa. Mana bu yerga jasmin gulim. So'p ketyapti mana. Jasmin. Mana bu yerga mana shuni xrizantemani sarig'i. Mana bu garshokka anaqa ekib qo'ydim. Arpa badyon degan anaqadan ekib qo'ydim. Mana bu melisa. Melisa gul. Hidi приятный. Chiqadi. Mana daraxtlar, go'zalliklar, chiroyli. Mana ko'rdinglarmi, qanday chiroyli, har kim chiqib maza qilasiz ko'rib odam. Mana bu qulupnaychalarim ham turibdi, garshokimdagi. Keyin mana bu yerda ham qulupnaylarim. Mana bu yerdan bittasi gullayapti. Hatto qishga 2-noyabrga qishga soldi, qaranglar qulupnay. Yoz bo'yi solmasdan garshokka ekib qo'yganim ham solib tutib turibdi. Mana xrizantema gullarim. Bechora og'irlikdan osilib qolibdi. Mana shunaqa go'zallik. Mana bu garshokka sizlar bilan birga ekkan gulim. Mana shunaqa. Mana bilan urug'ini olishim kerak. Mana bilan olib qo'yamiz urug'larini. Mana shunday qilib keyingi yilga ekamiz. Mana ko'rdinglarmi? Hurmatli obunachilar. Mana gullar. Urug'i keyingi yilga mana birgalikda ekamiz. Shunaqa. Mana bu oq gulim juda ham chiroyli, shundan keyingi yil ko'paytiraman. Mana bu tomonimga ham gullarim bilan uyga olib kirishim kerak. Fikus gulim.
qishda ko'chaga qo'ymayman, uyga olib kiraman. Kecha yana bitta ikkitalarini olib kirdim. Gulini manaki rayhon chiroyli bo'lib o'sib turibdi. Uyga ham xrizantema gullarni ekkanman. Shunaqa zelyoniy ugalar qilib qo'yganman mana bu yerda. Buni ham bechora qishga tayyorgarlik. Küçüğüm, Tommy. 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 Judayam aqlli kuchugim. Ha, Tommy? Shunaqa hurmatli obunachilar, shuni bilan sizlar bilan xayrlashaman. Yana sizlarga shu chiroyliklarni, go'zallikni ko'rsatib turaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.